Bu olam aro ajab alamlar ko'rdim. Olam elidin turfas damlar ko'rdim. Har kim bu vaqoini o'qur, bilgaykim ni ranju, ni mehnatu, ni g'amlar ko'rdim. Assalomu alaykum kitobsevarlar, yuksak ma'naviyat sohiblari. Har bir millatning shonli tarixi, buyuk ajdodlari va bebaho merosi bor. Bizning milliy g'ururimiz va merosimizdan biri buyuk sarkarda, iste'dodli shoir va atoqli tarixnavis Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asaridir. Bu asar nafaqat Boburning shaxsiy hayoti, balki butun bir davrning teran tasviridir. Unda shijoat, jasorat, vatan sog'inchi va haqiqiy hikmat mujassam. Bugun men sizlarga ana shu ulkan asardan bir parcha o'qib bermoqchiman. Qobul obod va xush havoli shahardir. Bu yurt yozda havo iliq, qishda esa sovuq bo'lur. Qobulda turli millat va qabilalar yashaydilar. Turk, afg'on, fors va hind. Bu yerda har xil mevalar yetishirilur. Xususan anor va uzumi mashhurdir. Qobul tog'lar bilan o'ralgan, bu esa uning himoyasini mustahkamlaydi. Men Qobulga kelib, bu shaharni obod etdim, bog'lar va inshootlar qurdim. Bu parchada Bobur Qobul shahrining tabiati, iqlimi va aholisi haqida yozgan. Uning realistik tasvirlari esa davrning madaniyati va jamiyati haqida qimmatli ma'lumot beradi. Har bir buyuk shaxsiyatning izidan buyuk avlodlar keladi. Bobur bizga nafaqat tarix, balki hayot saboqlarini ham qoldirdi. Uning jasorati, irodasi va bilimga intilishi har birimizga o'rnak bo'lishi kerak. Shuning uchun ham biz uning asarlarini o'qib, undan saboq olishga harakat qilishimiz lozim. Boburning yo'li shijoatli, ilmli va vatanga sadoqatli insonlar yo'lidir. Kelgusi uchrashuvlarda ko'rishguncha.